Hammaga assalomu alaykum qizlarjonlar, qalaysizlar, sog'misizlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Yana yangi videoda diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman. Bugungi videoyimda ko'proq motivatsiya ovqat qilishga bo'ladi. Pochtaga borib yutgan qizlarimizni sovg'alarini yuboramiz va tug'ilgan kunimni ham birga nishonlaymiz. Bugungi videoyimni grechka qilishdan boshladim. O'g'lim zakaz qiluvdi. Grechka bilan tushonkani pishirilganini rosa yaxshi ko'radi. Shuni birdan ko'rsatib o'tay dedim sizlarga ham, balkim kimgadir qiziqdir. Birinchi piyoz bilan chesnokni yaxshilab to'g'rab, sariyog'iga yaxshilab qovurib oldim. Keyin ustiga qirg'ichdan o'tkarilgan sabzini ham solib yaxshilab qovurib olib, bu orada baliq ham qo'yib yubordim duxovkaga. Balig'imni prosta tuz va murch solib duxovkaga balgaga o'rab solib qo'ydim. Qizlarjonlar, mana bu tushonka rosa shirin tushonka ekan. Ikkitagina probaga olib ko'ruvdik. Вообще oldingi SSRskiy tushonkadan ekan. Срочно bu narsani поправить qilish kerak. Bozorga borib yana ko'proq olib kelishim kerak. Juda ham nastoящий ichida go'sht. Oldin oxirgi vaqtda olganimda suv bo'layotgaydimi, bir balo bo'layotgaydi, shuning uchun olmay qo'yuvdim. Bu tushonkani ko'rib juda ham boshqacha, juda ham shirin qilar ekan ovqatni, shuni olishim kerak deb o'yladim. Oxirida esa yuvilgan toza grechkani solib, bir qovurib olib, ustiga suv solib, qozonni qopqog'ini yopib qo'yamiz. 15-20 minutdan keyin mana bunaqa ajoyib grechniy plov desak ham bo'ladi. Tayyor grechniy plovimiz. Biz esa dalish ketdik. Bu yerda kalmarlarni tozalab qo'ydim. Kalmardan salat qilmoqchiman. Bilmadim sizlar qilasizlarmi yo'qmi? Biz juda ham yaxshi ko'ramiz bu salatni. Tozalagan kalmarni 3 minut qaynatilgan suvga solib qo'yaman. 3 minutdan ziyod solsangiz rezinaday qotib chiqadi. Bu yerda esa balig'im ham tayyor bo'ldi. Shuni ham ko'rsatib o'tdim sizlarga. Pishib chiqqan kalmarni salomka qilib to'g'raymiz. Вообще kalmarni prosta mana shu qaynatilgan holatda yesangiz ham bo'ladi. Go'shtda nimaga teriyaki solib, chiroyli qilib qovurib olaman. Bu eng dietичный ovqatlardan biri hisoblayman, chunki belok. Kalmar belokdan iborat. Kalmarlarni to'g'rab bo'ldim. Endi esa qaynatilgan tuxumni to'g'rab olamiz. Birga bir solsangiz ham bo'ladi, yoki tuxumni sal kamroq solsangiz ham bo'ladi. To'g'rilgan kalmarni va tuxumni idishga solib, ustidan o'zim tayyorlagan mayonez solib yaxshilab aralashtirdim. Bu yerda kukuruza solsangiz ham bo'ladi, konservirованный kukuruza и kimlardir свежий bodring ham soladi. O'zim ham solib yeb ko'rganman, shirin. Bugun shunday qoldirishga qaror qildim. Keyingi salatimiz esa vinegret, kartoshka, sabzi va qizil lavlagini qaynatib olib, to'g'rab chiqdim. Bu holatni ko'rsatib o'tmadim, chunki hamma biladi qanaqa qilishni vinegretni. Oxirida bir bankacha konservirованный горох soldim, ta'bga ko'ra tuz va mo'y solib aralashtirdim. Соленый огурец solish esimdan chiqdi. Salatni уже yeb bo'ldik, nimadir kamlik qilgandek bo'ldi menga. Shu keyingi safar yodimdan chiqarmasligim kerak shu narsani. Tayyor salatni konteynerga solib, xolodilnikka olib qo'ydim. Qizlarjonlar, fors-major qizim uchib kelyapti bugun. O'zimizni farzandlarimizga gul sovg'a qilishga qaror qildik. Treneriga, bitta trenerdan nima berishni bilmay, kech bo'lganda ota-onalar bilan fruktoviy korзина qilishga qaror qildik. Bu yuk bizaga tushdi bugun. Fruktlarni sotib olib keldik. Nimaga joylashni bilmaymiz, chunki korзина sotib olish ham 1000 so'mdan ziyod turadi korзина. Mana shunaqa qilib xo'jayinim bilan korzinkaga solib, yaxshilab o'rab, chiroyli qilib taxlashga qaror qildik. Yomon chiqmadi deb o'ylayman. Baho beringlar sizlar ham. Xudo xohlasa qizim sportmasterani spravkasini olib kelyapti. Biz juda ham xursandmiz. Qilgan duolarimiz, bizani qilgan duolari sizlarni hammasi o'tdi deb o'ylaymiz. Rahmat sizlarga qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Bu spravkadan 3 ta bo'lish kerak. Keyin ularga значок bilan knishka beradi. Bu qizimni birinchi spravkasi, a sheriklarni esa 3-spravkasi. Ular shu yil
xudo xohlasa master sportani knishkasini и значогini olish kerak. Bizaga esa yana ikkita spravka yig'ishga harakat qilishimiz kerak. Sovg'amiz mana shunaqa bo'lib chiqdi. Men o'ylaymanki, sovg'ani katta kichigi yo'q. Menga juda ham yoqardi bunaqa sovg'a. Pochtaga ketyapmiz. Hovlimizdan Pochta Rossiya mashina ketyapti. Sovg'alarni yuboramiz, xudo xohlasa bugun. Qizlarjonlar, pochtaga ham yetib keldik. Bizda shunaqa probkalar boshlangan bayram oldi. Xudo xohlasa bugun sovg'alarni jo'natib olishim kerak. Yangi yilgacha yetib borsa juda ham xursand bo'lardim. Pochtada esa ochrat juda ham katta. Bir bola qilib meni ham vaqtim yetib keldi. Chiroyli qilib o'rab, bittasini Ijevskiy shahriga jo'natdik, bittasini O'zbekistonimga. O'zbekistonga faqat avia orqali jo'natish kerak ekan. Boshqa usullari yo'q ekan. To'g'risini aytsam, juda ham qimmat. 2 kilo narsaga 5000 kopeykasi bilan to'ladim. Sovg'a 2-3 barobar qimmatga tushib ketyapti. Shuning uchun bu safar agar sovg'a e'lon qilsak, O'zbekistondan yoki Valbersdan zakaz qilaman, чтобы o'sha yerdan borib olishlaringizni. O'zbekistondagi sovg'alarni jiyanimga yuborishni qaror qildim, chunki bir kishiga yuborsalaringiz 5000 bo'ladi dedi. Agar 2 kishiga jo'natsalaringiz 10,000 rubl bo'lib ketadi dedi. Shuning uchun jiyanimga yubordim. Jiyanim tezkor pochta bilan O'zbekistondan sovg'a egalariga yuboradi. Xudo xohlasa hammasi to'g'ri bo'lishi kerak deb o'ylayman. Pochtaga ketishimdan oldin xamir qilib ketuvdim bulochkaga. Kelganimcha xamirim tayyor bo'lib, men kutib turgan ekan. Bulochkamning nomi pishka, ustiga shakar solib, chiroyli bulochkalar qilmoqchiman. Xudo xohlasa. Qizlarjonlar, kommentariyada ko'pchilik qayerliksiz, o'zingiz haqingizda gapirib bering deb yozishibdi. Yozayotgan savollaringiz uchun kattakon rahmat. Qaysidir videoyimda o'zim haqimda gapirib o'tgandim, nimagadir topolmayaptilar. Meni ismim Dilfuza. 1985-yilda 13-dekabrda tug'ilganman. 3 ta farzandni onasiman, 2 ta o'g'il va bitta qizim bor. Turmush o'rtog'im bilan farzandlarimizni katta qilib, o'zimiz orzu qilgan uyni qurib yashayapmiz. Maktabni bitirib, srazu turmushga chiqqanim uchun o'qishga ulgurmaganman. Sevib turmush qurishganmiz. Xo'jayinim tiydan keyin o'qitaman deb va'da berganlar. Taqdir shu yerga nasib qilgan ekan. Shu yerda 4 yil pedagogik universitetda o'qib chiqdim va pedagog diplomini olib bog'chaga ishga kirganman. Bog'chada 6-7 yil bog'chada bo'lib ishlaganman. Keyin заведующimiz administratsiya по хозяйственной части yordamchisi bo'lishimni taklif qildi. O'zimni sinab ko'rishga qaror qildim. Xudoga shukr 2 yildan beri shu sohada ishlayapman. Bu ham bog'chada juda ham yoqadi ishim. Biz ham birdaniga bu uylarni qurib olganimiz yo'q. Birinchi 5-6 yil syomniy kvartirada yashaganmiz. Keyin o'zimizni kvartiramizni olib, o'sha yerda 10 yil yashaganmiz. Bu Komsomolskda edi. Keyinchalik Xabarovskdan yer olib, o'zimiz noldan mana shu uyni qurganmiz. Xo'jayinim ham quruvchilar, hamma narsani o'zlari tushunib, chiroyli qilib taxlab qo'yganlar. Biz asli xo'jayinim bilan birga bir joyda yashaganmiz, O'zbekistonning Navoiy shahrida. Uzoqroq qo'shni bo'lib yashaganmiz. Bu javobim ko'pchilik yozishadi, qayerdansiz? O'zbekistondanmi, Tojikistondanmi deb. O'zbekistonning go'zal Navoiy shahridanmiz ikkalamiz ham. Bulochkalarimni ham chiroyli qilib bukib oldim. Ustiga tuxumni sarig'ini surtib, shakari sepib ustiga duxovkaga pishirishga yubordim. Qizlarjonlar, mana bunaqa ajoyib, chiroyli, og'izda eriydigan bulochkalarim tayyor. Xudo xohlasa, kelinglar birga choy ichamiz.
Bu esa ishxonamdan bir lavha. Birinchi etajimizni, hollamizni bezashni boshladik yangi yilga. Yangi yil kayfiyatini sizlarga ham ulashmoqchiman. Telegram kanalimda albatta oldinroq bo'lishuvdim. Kim podpiska qilingan bo'lsa Telegramda oldinroq yangiliklardan xabardor. Shuning uchun Telegramga ulanib olinglar qizlarjonlar. U yerda har kunlik yangiliklarimni tashlab turibman, xudo xohlasa. Qizlarjonlar, bugun salonga keldim. Sochimni keratin qildirib ketmoqchiman. Bugun 12-dekabr. Xudo xohlasa tug'ilgan kunimni oldinroq boshlab yubordim. Xo'jayinim pul beruvdilar. Sochimni chiroyli qilib kelishga keldim, xudo xohlasa. Sochimni qilib bo'ldim. Hozir kofechani ichib uyga yo'l olamiz. Qizlarjonlar, soat 6 dan endi o'tdi. Bizda shunaqa strashная probka. Hozir sochimni qilib chiqdim. Kofecha oldim o'zimga и sochimga har xil maschkalar oldim. Uyga borsam ko'rsataman. Juda chiroyli maschkalar. Voy, endi uyga, xudo xohlasa. Tayyorgarlik ertaga. Qizlarjonlar, qaranglar, magazinchalarni qanaqa ukrashni qilgan. Gul magazin, цветочный. Qizlarjonlar, hammaga xayrli kech. Bugun 12-dekabr. Ertaga tug'ilgan kunim. Ishxonaga tort zakaz qildim, medovik. No, o'zimni yaqinlarim bor ishxonada. O'shalar nimaga zakaz qiling? O'zingni tortingdan shirin tort yo'q degani uchun anavi ham zakaz qildilar menga. Nima edi u? Napoleon. Вот, Napoleon qilyapman hozir ular uchun. Baklajanni жарить qilaman hozir chesnok bilan, pomidor bilan. Kofecha qildim o'zimga. Yangi yil kayfiyati. Qizlarjonlar, esimdan chiqibdi. Mana bu вообще dahshat desert. Bu yerda smetana bilan ertalab qizim yeyishga ulgurmagan, xolodilnikka qo'yib ketgan smetana bilan gilos kattasi nima edi u? Shunaqa. Shakar hech narsa kerak emas bunga. Prosta aralashtirib yesangiz, вообще dahshat bomba narsa. Qizlarjonlar, уже baklajanimni уже почти qovurib bo'layapman. Вот. Tuxumga oblakovать qilib olaman. Nimalarimni pishirib bo'ldim. Bu yerda pomidorlarimni to'shit qilib olyapman. Endi esa kremga navbat. Kremim sливочное масло va сгущенное молокoni aralashtiramiz yaxshilab. Qizlarjonlar, kommentariyada sizlarni kutib qolaman. Yozib o'tinglar, tug'ilgan kunlaringizni qanaqa qilib nishonlaysizlar. Men ishxonada o'zgina stolcha nakrivat qilaman. Bizda hamma shunaqa qiladi. Uyda esa tug'ilgan kunimni ilgarilardagidek ko'p narsalar pishirib qo'ymayman. Xo'jayinim bu kun meni выходной kunim, to'g'risi. Bu kunim biron joyga etib, chiroyli qilib kafelarda o'tirib, mazza qilib ovqatlayib kelamiz. Chunki har kuni uyda pishirganim uchunmi, xo'jayinim meni tushunib, mana shu kunda o'zlari biron nima pishiradilar, biron joyga borib ovqat yeb kelamiz. Bugun ham soat 9 da tayyor bo'lishimni aytdilar. Biron joyga boramiz dedilar, lekin shunaqa xarakterlari bor, sir saqlaydilar, surpriz qiladilar. Shuning uchun bugun soat 9 da uydan xudo xohlasa chiqib ketishimiz kerak. Bugun shunaqa kunimiz. Еще qizim bugun Komsomolskka poyezdda ketyapti. Uni ham kam-ko'slarini yig'ib, hamma narsalarni olib poyezdga jo'natishimiz kerak. Poyezd 9:05 da yuradi. Biz keyin kafega, naverное, yo'l olamiz. Bu yerda korjlarimni hammasiga surtib bo'ldim. Oxirgi korjni qoldirdim va og'ir yuk bostirib qo'yishim kerak. 20 minut bostirib qo'ydim yukni. Oxirgi sloyga krem surtib, ustidan bitta sloyimni yaxshilab ezib, ustiga sepaman. Juda og'izda eriydigan rosa mazali tortim shu bilan taq bo'ladi, xudo xohlasa. Tortimni ko'rinishi chiroyli bo'lmasligi mumkin, no og'izda erib ketishi, dahshat tort bo'lishiga garantiya beraman. Meni ikkinchi kanalim ham bor, qizlarjonlar. Shu ikkinchi kanalimga ham obuna bo'lib olinglar. U yerda albatta rus tilida kanalim. U yerda faqat retseptlarni qo'yaman. A'zo bo'lib olinglar, layklaringizni ayamanglar.
Bu yerda esa ruletikcha qildim. Endi esa ishxonaga o'tamiz. Ishxonada mana bunaqa chiroyli qilib oshni boshladik. Xudo xohlasa, bu общий qizlarga fruktoviy narezka bilan tort. Bu yerda esa yaqinlarim bilan osh yeymiz. Xudo xohlasa, oshni o'zimizni Taxminaxon degan tojikistonlik singlim bor, shu kishi pishirdilar. Kattakon rahmat. Men kanalimni ko'rib turadilar. Kattakon rahmat. Osh вообще og'izda eriydigan dahshat tort bo'ldi. Ruslar, конечно, isidan ketaydi bu oshni yeb. Biz esa xo'jayinim bilan bozorga yo'l oldik. Sentralniy rынок degan bozorimiz bor. Sir olishga keldik, birdaniga orexlar ham olib ketdik. Qizimni ham hamma kam ko'stini to'ldirib, trenirovkasiga yetib qo'yamiz. Birinchi trenirovka qilib o'sha yerdan poyezdga chiqib ketishadi. Mana bu yerda Galaktika degan joyda qizim shug'ullanadi. Qizlar jo'lla, videolarimga o'zbekcha qo'shiqlar qo'yaman desam, hamma o'zbekcha qo'shiqlarni nimagadir avtorskiy prava qilib tashagan, bilmayman nima uchun. Ужасно, конечно, ruslarda bunaqa narsa yo'q. Gohida o'zbekcha qo'shiq qo'ygim keladi, lekin ko'pchilik davlatlarga uni videoyimni ko'rsatishga qo'ymaydi o'sha avtorskiy prava. Shuning uchun uzr, qo'shiqlarim o'zbekcha emas. Biz esa kafega yo'l oldik. Kafe Satsevi deb nazariyatsa qilinadi. U yerda gruzinskiy taomlar, rosa shirin. Shaharimizni go'zalligini ham ko'rsatib o'tay dedim. Kechqurun mana shunaqa har xil bezalgan archalar bilan, har xil gullar bilan bezalgan ko'chalarimizda ketyapmiz, xudo xohlasa. Ko'pchilik kommentariyada yozib qoldiribdilar, qachon video chiqarasiz, sog'indik ovozini deb. Qizlar jo'lla, kattakon rahmat, menga juda ham приятный eslab turganlaringiz uchun. Конечно, kommentariyalarni o'qib turib juda ham xursand bo'laman, что videolarim yoqyapti sizlarga deb. Shuning uchun agar vaqtida chiqara olmagan bo'lsam uzr, chunki ishda ham hozir juda ham ko'p ish, yil oxiri отчетностlar ko'p topshirishimiz kerak. Bu orada tug'ilgan kunim ham to'g'ri kelib qoldi. Qizim ham har kuni, har haftada biron joyga uchib ketyapti. Ishimiz rosa ko'p, shuning uchun tez chiqara olmayman. Harakat qilaman tez chiqarib turishga. Xudo xohlasa bir bola qilib Satseviga kelib oldik. Qizlar jo'lla, o'ylab qarasam, har yili shu yerda tug'ilgan kunimni nishonlarkanimiz. Mana bunaqa tortcha olib keldi, pirojnicha og'izda eriydi. Mana bunaqa sovg'acha от заведения. Juda ham yoqimli, конечно. Menga juda ham yoqadi bunaqa narsalar. Qizlar jo'lla, sizlarga aytib o'tdimmi yo'qmi? Xo'jayinim любительский rassomlar, juda ham chiroyli rasm chizadilar.
shuni ko'rsatib o'tay dedim sizlarga, maqtanib qo'yay dedim to'g'rirog'i. Qizlarjonlar, Telegram kanalimda ko'pchilik tug'ilgan kunim bilan tabriklab yozibdi. Shularga alohida rahmat deb aytib o'taman. Tez kunda keyingi videolarimni yuklayman, chunki уже snimat qilib qo'ydim. Nima sovg'a qilganlarini obzor qilaman, xudo xohlasa. Birgalikda hammasini tekshirib o'tamiz sovg'alarni. Qizlarjonlar, yana bir kunimni sizlar bilan o'tkazganimdan juda ham xursandman. Agar video yoqqan bo'lsa, sizlarga like va podpiska qilishni yodingizdan ko'tarmanglar. Bu sizlar uchun qiyin emas, menga esa juda ham приятно и kanalimni развивать bo'lishiga juda ham yordam qilasizlar. Hammaga ko'rishguncha xayr.